Umid aka, ko'pchilik bemorlarda bitta tushunmovchilik bo'lar ekan, ya'ni travmatolog va ortoped bir xil shifokormi? Ko'pchilik hali ham travmatolog va ortopedni alohida shifokor deb hisoblaydi. Aslida esa hozirgi zamonaviy tibbiyotda travmatolog va ortoped bitta mutaxassislik hisoblanadi. Lekin ularning vazifalarida farq bo'ladi. Masalan, travmatologlar o'tkir jarohatlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni suyak sinishlari, bo'g'im chiqishlari, paylarning uzilishi, muskullarning yirtilishi va o'tkir travmalar bilan travmatologlar shug'ullanadi. Ortoped shifokorlar esa suyak va bo'g'imlarning surunkali kasalliklari bilan shug'ullanadi. Masalan, artroz, artrit, suyaklarning bitmasligi yoki bo'g'imlarning eskirgan jarohatlari, paylarning eskirgan jarohatlari bilan va travma asoratlari bilan ortoped vrachlar shug'ullanadi. Lekin bu ikki yo'nalish amaliyotda juda ham bir-biriga bog'liq. Masalan, tissa bo'g'imi oldingi qo'sima bo'ylamlarining yangi jarohatlari bu travmatologlar, ya'ni travmatolog vrachlar tomonidan ko'rib, tashxis qo'yib, birlamchi yordam ko'rsatiladi. Ammo eskirgan jarohat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2-3 yil orada vaqt o'tgan bo'lsa, bunda ortoped vrachlar ko'rib, tashxislab va jarrohlik amaliyotini ortoped vrachlar bajargani ma'qul hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy travmatolog ortopedlar bemorlarni faqat davolashgina emas, ularni sog'lom hayotga qaytarish bilan ham shug'ullanadi. Shu kabi tibbiyotdagi foydali va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bilish uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.